Bu yerda ikki xil talqin paydo bo'lyapti. Diyor Ergashevning aytishicha, xavf haqida avvalroq ogohlantirilmagan shifokor To'lqin Eshtemirov esa operatsiya qilish taklif qilinganini, biroq bemor rozi bo'lmaganini aytmoqda. O'sha kuni 10-aprel kuni soat kechki 9:00 atrofi suv ketyapti deb ayol shikoyat qildi. Borib ko'rdim, haqiqatan ham yashil bo'tqasimon suv ketayotgan edi. O'sha payt ham ayolga operatsiya tug'ruq taklif qildim. Xo'jayinim bilan maslahatlashayin dedi. Telefon orqali xo'jayinim bilan gaplashdi. Xo'jayin yana o'sha operatsiya tug'ruqqa qat'iy qarshilik qildi. Keyin bunaqa holatda kutib bo'lmaydi-da. O'shaning uchun tug'ruqni tezlashtirish maqsadida tug'ruq induksiyasi uchun radzalga olib chiqdim. Ayolda radzalda keyin stetoskop bilan homilaning yurak urishini eshitdim, eshita olmadim. Aniqroq topa olmadim. Keyin uziga yubordim. Navbatchi uziga yubordim. Uzi 92 ta, ya'ni bradikardiya homilani yurak urishini shu bradikardiyasi degan xulosa berdi. Srochni operatsiya qilish kerak, operatsiya tug'ruq taklif qildim yana. Ayol yana o'sha 3-marta ham qarshilik qildi. Xo'jayiningni kelsin, xo'jayining bilan yuzma-yuz gaplashaylik dedim. Keyin xo'jayinisi ham keldi. Xo'jayinisi bilan yuzma-yuz gaplashdim. Shu operatsiya tug'ruq taklif qildim. Xo'jayinisi yana o'sha qat'iy qarshilik qildi. Men shahar raddomiga olib ketaman deb aytgani uchun tushuntirdim. Yo'lda ham nimadir bo'lib qolishi mumkin, homilasi ichida yo'q bo'lib qolishi mumkin deb turib hamma vaziyatni men xo'jayinisiga tushuntirdim. Gapga quloq solgani yo'q, o'zini fikrida qoldi. O'zini shaharga, o'sha raddomga o'z boshimchalik bilan olib ketib qoldi.